Genrining ishbilarmon kishilar. Mashhur amerikalik yozuvchi O. Genri o'zining o'tkir kinoyasi, kutilmagan yakunlari va hayotiy syujetlari bilan adabiyotda alohida o'rin tutadi. Uning ishbilarmon kishilar asari ham jamiyatdagi pul, foyda va manfaatni hayotning bosh mezoniga aylantirgan insonlar obrazini mahorat bilan yoritadi. Asarda ishbilarmonlik niqobi ostida yashirinib yotgan ochko'zlik, ayyorlik va manfaatparastlik tanqid qilinadi. Muallif qahramonlarning tashqi ko'rinishida o'zining jiddiy, tadbirkor va aqlli tutishi bilan ichki dunyosidagi ma'naviy qashshoqlik o'rtasidagi keskin ziddiyatni ochib beradi. Genri o'ziga xos yumor va iste'ho orqali o'quvchini kuldirar ekan, ayni paytda chuqur o'yga toldiradi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, insoniylik, halollik va vijdon pul va manfaatdan ustun turishini bildirish. Muallif ishbilarmonlikni inkor etmaydi, ammo uni faqat foyda orttirish vositasi sifatida ko'radigan, odamiylikni unutgan shaxslarni fosh etadi. Kutilmaganda yakun esa o'quvchiga kuchli ta'sir ko'rsatib, hayotiy xulosa chiqarishga undaydi. Ishbilarmon kishilar asari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, u o'quvchini axloqiy tanlov, jamiyatdagi munosabatlar va inson qadri haqida mulohaza yuritishga chorlaydi. Asar sodda tilda yozilgan bo'lsa-da, mazmunan chuqur va tarbiyaviy ahamiyatga ega.